Men Oblaberdiyeva Zilola Samarqand viloyatidan keldim. 26 yoshdaman. 2024-yilda menda mioma aniqlangandi. Shu vaqt davomida 2026-yilgacha davolanib yurdim va bu o'z natijasini bermadi. Va 2024-yilning o'zida ginekologim menga embolizatsiya haqida aytgan edi va bu bo'yicha men ijtimoiy tarmoqlardan va tanishlarimdan embolizatsiya nima ekanligi haqida ma'lumotlar izlay boshladim va embolizatsiya juda ham qimmat ekanligi haqida ma'lumotlarga ega bo'ldim. Shundan so'ng Samarqandda 2025-yilda yana ko'rikka bordim va u yerda ginekologlar menga jarrohlik amaliyotini taklif etishdi va jarrohlik amaliyotining natijasi 50-50 ekanligini, ya'ni operatsiya jarayonida bachadonni ham saqlab qolishlari mumkinligini yoki bachadon bilan birgalikda olib tashlashlari mumkinligini aytishdi. Men bundan juda ham xavotirga tushdim va ijtimoiy tarmoqlardan yana embolizatsiya haqida ma'lumotlar izlay boshladim. Kunlarning birida Instagramda Intervention.uz sahifasini ko'rib chiqib qoldi va men Intervention.uz klinikasi o'tkazayotgan amaliyotlar haqida ma'lumotlar bilan tanishdim. Ularning ichida meni xursand qiladigan embolizatsiya jarayoni ham borligini ko'rib juda ham xursand bo'ldim va embolizatsiya jarayonlari boshqa klinikalarga qaraganda Intervention.uzda arzon ekanligi bir tomonda meni xursand qilsa, bir tomonda ikkilantirdi. Chunki nima uchun arzon? Juda ham katta farqlar bilan arzon edi, ta'jibga keltiradi bu narsa. Men va ularni kuzata boshladim. Mana vaholanki 6 oydan beri kuzatib kelib, ulardan olingan natijalarni kuzatim va o'sha natijalar bo'yicha ijobiy xulosalarga yetishgan insonlar bilan aloqaga chiqib, men ham Intervention.uzga kelishga qaror qildim va bugun shu yerdaman. Menda dastlab hayz kunlarimning uzayishi, ko'p qon ketishi va hayz kunlaridan tashqari vaqtlarda ham og'riqlar kuchaya boshladi va o'ylaymanki, mana shu og'riqlardan meni Intervention.uz xalos etadi deb umid bilan kelganman. Bugun embolizatsiya qilishadi. Hozir ozgina hayajon va qo'rquv bor. Menga bu jarayon og'riqsiz o'tishini aytishdi. U og'riqsiz ekanligini sizga embolizatsiyadan chiqqandan so'ng aytib beraman. Navbatdagi amaliyotimizda bemorimiz 1999-yilda tug'ilganlar. Bemorimizda bitta farzandlar bor, lekin shunga qaramasdan ularda juda ham katta hajmli hosila, ya'ni bachadonni tugulli miomasi aniqlangan. Tugulli mioma bachadonning orqa devorida o'sganligi sababli bemorning klinik belgilari paydo bo'lgan, hayz sikli uzaygan, 5 kun 7 kun atrofida davom etadigan bo'lgan va kamqonlikkacha olib kelgan. Bemorimizdan shu shikoyatlar besta qilib, bachadonni saqlab qolish va kelajakdagi jinsiy hayot va undan tashqari yana farzand ko'rish maqsadida bizga tashrif buyurdilar, murojaat qildilar. Hozir bugunning o'zida keldilar, hozir amaliyotxonadalar, ertaga esa uyga ketishlari mumkin bo'ladi. Qiynalmayapsizmi? Og'riq yo'qmi? Tavsiya qilsa bo'ladimi odamlarga? Bemorni o'zingiz ko'rgandaqa xushlardilar, tavsiya qilsa bo'ladi demoqdalar. Kuzatib oling. O'g'ilmi, qizmi farzandingiz? Demak, baribir kerak bo'ladigan o'g'il bo'lishga, o'zbeklarda o'g'il bo'lmasa bo'lmaydi. Embolizatsiya agentlaridan foydalaniladi. Kichkina shishasida bo'ladi yoki shpritsda tayyorlangan holatda bo'ladi. Biz buni tanlashimizni asosiy maqsad sabablaridan bittasi buni tayyorlash nisbatan osonroq bizlar uchun ishlatishga qulay. Shpritsdagilarda ayrimlarida bir-biriga yopishib qolish adgeziya xususiyati kuchli bo'ladi. Shuning uchun bizda bulardan ko'proq foydalanamiz o'z amaliyotlarimizda. Kontrast moddamiz bilan biz rentgen apparatda ko'rinadi bu. Suv bilan aralashmasi, maxsus aralashmasi tayyorlanadi va cho'kmaydigan holatga olib kelinadi. Bir xil turibdi cho'kmasdan. Demak, bu tayyor. Ko'pchilik qiziqtirgan savollardan ham bittasi bu amaliyotning xavfsizlik masalasi. Amaliyotimiz juda ham samarali bo'lishiga qaramasdan u juda ham xavfsiz. Sababi shu paytgacha masalan 4-5 yil atrofida bajaradigan bo'lsak, bironta bemorlarning hayotiga xavf soluvchi asoratlar bo'lmagan. Hamma amaliyotimiz mahalliy organlar ostida qilinadi
allergik reaksiyalar deyarli uchramaydi bizning preparatlarimizga. Undan tashqari bemorlarda masalan kesib operatsiya qilganda bo'lishi mumkin bo'lgan xavfli asoratlar, ya'ni o'pka tromboemboliyasi degan tashxis, ya'ni operatsiyadan keyin 1-1,5% gacha hammada Yevropada bo'ladi, Amerikada bo'ladimi, uchrashi mumkin bo'lgan asorat bizni amaliyotdan keyin yo'qligi bizni va bemorlarimizni eng ko'ngillarni xotirjam qiladigan belgilardan bittasidir. Undan qoladigan bo'lsa, asoratsiz bo'lishi bilan birga amaliyotimiz xuddi shunday samaralidir. Masalan, ko'pchilik bemorlarimiz amaliyotdan keyin miomadan xalos bo'lish yo'lida o'zlari homilador bo'lganlar, ko'pchilik tug'ilganlar. Shu sababli bu amaliyot juda ham xavfsiz va samarali. Birinchi tarafni o'zi biz berkitib bo'ldik. Ya'ni bemorlar his qiladigan ashyolardan bittasi kontrast modda jo'natganimizda iliq suv ustiga bemorning ustiga to'kilib ketadi, xuddi shunaqa hissiyot bo'ladi. Buni bilishim sababi o'zimda ham xuddi shu turdagi amaliyot o'tkazilgan, shu sababli tabib emas, boshdan o'tgan tabibda to'g'ri miyomasi, no shudaki shu sohadagi amaliyot bo'lgan. Katta qismi koptovga o'xshab turibdi, bu tomirlari kelib turgan. Shu tomirlarni topib turibmiz, endi topib embolizatsiya jo'natamiz. Embolizatsiya jo'natgandan keyin quriydi, xudo xolasa. Ramazonning 2-kuni, bizni esa kechqurungi 8 yoki 10 bemorimiz. Bu esa mioma tashxisi bilan bemorimizni amaliyotimiz muvaffaqiyatli yakunlandi. Bemorimizning o'ziga xosliklaridan bittasi mioma hajmi kattaligi sababli ularda 2 ta oziqlantirish tomiri emas, 3 ta oziqlantirish tomiri borligi aniqlandi va hammasi muvaffaqiyatli bartaraf qilindi. Bemorimiz holatlari yaxshi, tuzatuv xonasiga o'tkazamiz. Endi bu yog'ini stories orqali kuzatishingiz mumkin. Men Obuberdiyeva Zilola kecha embolizatsiya jarayonida ishtirok etdim va embolizatsiya jarayoni 40 daqiqadan ortiq bo'ldi. Bu vaqtda umuman og'riq sezilmadi. Boshida igna kirganda ozgina ari chaqqandek og'riq berdi, lekin umuman hech narsani sezmadim va undan keyingi vaqtda ozgina oziqlanmayotgan mioma ozgina shokka tushib qolib, ozgina og'riq bo'ldi. Men barchaga miomani kattalashini kutmasdan tezroq davolanishni tavsiya qilaman. Menda mioma katta bo'lganligi uchun ozgina og'riq bilan undan keyingi embolizatsiyadan keyingi jarayon o'tdi va hozir men yaxshiman. 8 soatdan keyin ahvolim yaxshilanib, bugun uyga ruxsat berishdi.